2026-yil Ramazon oyida yaxshi niyatda umra safariga boramiz deb kutib turgan do'stlarimiz uchun juda katta xushxabarimiz bor. 2026-yil Ramazon oyida reyslar jadvali chiqdi, ya'ni Hikmat Travel'ga kelganmiz do'stlar. To'liqroq ma'lumotni Hoji akamdan olib beraman. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ringlar. Videoga bitta like bosib, kommentariya inshaalloh ota-onamni ham olib boraman deb yozib bersangiz, xudo xolasa tez kunlarda ota-onangizni olib borishlik sizga ham nasib qilsin. Ramazon oyiga reyslar jadvali chiqdi degan uchun keldik Hikmat Travel'ga. Reyslar Ramazon oyida boshida ham bor, oxirida ham bor deyapsiz. Narxlari ham chiqdi. Ya'ni hozir yanvar oyining boshida turibmiz, lekin Ramazon narxlari chiqdi dedingiz. O'shuning uchun keldik, do'stlarimizga tezda bu yangilikni aytaylik deb. Reyslarda jadvali qanaqa chiqdi? Deyarli har kuni reyslarimiz bor. Bir kun masalan Farg'onada, bir kun Andijondan, bir kun Toshkentdan, bir kun Namangandan bo'lib reyslarimiz uchyapti. Deyarli har kuni reyslarimiz bor. Bomba narxda chiqardi inshaalloh. Narxlarimiz arzon. Narxlar arzon. Yanvar oyida 975 chiqargan bo'lsak, inshaalloh Ramazonda boshlab 975 qilib beramiz. Ramazon oyiga atiga 975 dollar. 975 dan. Ramazonda boshidan boshlab 10 kun, 10 kunligi bor. 25 fevraldan 25 fevralgacha narxlarimiz 975 dan. 1-fevraldan 28-fevralgacha bo'lgan sanalarda umra safarlari narxlari atiga 975 dollardan. Farg'ona bilan Toshkent 975, Andijon bilan Namangan 1000 dollar. Andijon bilan Namangan 1000 dollar, Toshkent bilan Farg'ona 975 dollardan. Farg'ona Madina reysi 975, Toshkent Jidda, Toshkent Madina 975, Andijon Jidda 1000 dollar, Namangan Madina 1000 dollar. Atiga 1000 dollardan. 1000 dollardan. Ramazon oyida qulayliklar qanaqa bo'ladi? Gastitsa masofasi, misol oziq-ovqatlari, shart-sharoitlari, sayohat, ziyorat degan narsalar bo'ladi-yu. Ramazonda odam ko'p bo'lgani hisobiga mehmonxonalarimiz ozgina masofasi 2 kilometr, 3 kilometr bo'lishi kutilyapti inshaalloh. 2 kilometr, 3 kilometr. Chunki Hikmat Travel ofislar nima? Mehmonxonalar ko'p, to'g'rimi? Mehmonxonalarimiz 6 ta mehmonxonamiz bor. Makka shahrining o'zida. Makka shahrining o'zida 900 metrdan 3 kilometrgacha mehmonxonalarimiz bor. Ramazonga yana ekonom paket chiqaramiz. Abrajdaniya mehmonxonasi uzoq bo'ladi, uni narxi arzonroq chiqadi. Unga yana bir alohida o'zingiz chaqirib reklama qo'yamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Ramazon oyida saharlik bilan iftorlik firma tomonidan bo'ladi. Firma tomonidan saharlik hamda iftorlik beriladi. O'zimizning milliy taomda bo'ladimi yoki turk arab taomlarida bo'ladimi? Mag'lonli oshpazlar o'zimiz milliy taomlar qilib beriladi. O'sha uyda qanaqa taom yeysa shuni yeyiladi. Masalan, makaron deylik, boshidan boshlaylik. Makaron, monti, somsa, mastava, ko'cha, shashli, shunga o'xshash osh, eng ko'p qilib beradigan ovqatimiz osh bo'ladi. Osh bo'ladi. O'zimizning milliy taomlarda ovqat. O'zimizning Navoiy nonlarida, demak, pechkada pishirib, o'zimizning o'zbek nonlari beriladi. Ya'ni bizni hozir 12 ta viloyatdan kuzatib turgan do'stlarimiz bor. Reyslarimiz Toshkent shahri, Andijon viloyati, Namangan viloyati va Farg'ona viloyatidan reyslar qatnovi bo'lib turadi. Orada Samarqand, Termizdan ham qo'yamiz reys. Termizdan ham va Samarqand shahridan ham reyslar qo'yiladi. Inshaalloh. Narxlari ulardagi qanaqa chiqadi? Termizniki vodiy bilan bir xil chiqadi. Vodiy bilan bir xil, ya'ni 975 va 1000 dollar atrofida. Inshaalloh. Ramazon oyiga. Biz hozir qo'shni Tojikiston yoki Qirg'iziston, Rossiya Federatsiyasida yaxshi niyatli ishlab, ota-onamni umra safariga jo'natamiz deb kutib turgan nimalarimiz do'stlarimiz bor Ramazon oyida. Ular ham bemalol aloqaga chiqsa bo'laveradi, joylarni birov qilsa bo'laveradi. Inshaalloh bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Qirg'izistonda ham, Tojikistonda ham jo'natamiz. Rossiya fuqarosi ayrim davlatlarga vizasiz kirsa bo'ladi, lekin Saudiyaga vizali kiriladi, ularga viza olinadi. Shu 975 dollarda hamma to'lovlari ichida ularga bonus qilib Qizil dengizni qo'shib beramiz. Ya'ni bonus tariqasida Qizil dengiz ham bo'ladi. Bo'ladi ichida. O'zim Ramazon oyida ham ko'p sayohatlar bekor qilinadi, chunki hojilar charchab qoladi va ko'p joylar ziyoratlar bekitiladi degan gap bo'ladi. Sayohat ziyoratlarimiz qanaqa bo'ladi? Ramazonga borgan odam shunga tayyorgarlik ko'rib borish kerak. Odam ko'pligini hisobiga Madinada ham, Makkada ham ziyoratlarga avtobus berilmaydi. Sababi avtobus mehmonxonalarning oldiga kira olmaydi, prob ko'p bo'ladi. Nimada Madinada bo'ladi. Ziyorat bo'lishi 50-50 bo'ladi, Makkada ziyoratlar bo'ladi albatta. O'zi Ramazon oyida ko'proq borayotgan yurtdoshlarimiz faqat ibodat uchun borishadi. Ibodat uchun borishadi. Sayohat, ziyorat o'zi ikkinchi darajadayu, birinchi o'rinda o'sha ibodat bo'ladi. Bemalol boshqa viloyatdan kuzatib turgan do'stlarimiz yokida o'sha aytganimizdek boshqa respublikadan, Tojikiston, Qirg'iziston va Rossiya Federatsiyasidan kuzatib turgan do'stlarimiz bir dona zagran pasportlarini tashlab bersa bo'ladi. Joylarni bron qilsa bo'ladi. Boshqa deylik, boshqa davlatdan bizga zagran pasport tashlab berilsa,
buni bazaga kiritib qo'yamiz. Inshaalloh uchadigan kuni kelib aeroportda to'lov qilsa ham bo'laveradi. Shunaqa Ya'ni sharoit to'lovlarni aeroportda qilsa bo'laveradi. Boshqa aldanib viloyatda qolmasligi uchun yana bitta nima? Biz tomonidan yordam. yordam. Ekranda nomerlar qoldirib ketsak, firmaniki bo'lsam Telegram, WhatsApplari doimiy yonib turadi. Do'stlar, Ramazon oyiga Umraga borish har yilgidan narxlar tushmoqda. Hikmat Travel'da atet $975 Vodiydan va Toshkent shahridan reyslar qo'yilibdi. Ya'ni Ramazon oyining boshida va o'rtasida deyilyapti. Ya'ni Qadr kechasiga qolinadigan emas. Ya'ni Qadr kechasiga qolinadigan kunlardan keyin boshqa kunlar Xudo xolasa reklama qilamiz. Bizdan uzoqlashmasdan videoga like bosib, kommentariyga inshaalloh bizga ham borishni nasib qilsin degan do'stlarimiz, bemalol sizlar ham ekrandagi nomerlar aloqaga chiqib, savollaringga javob yokida joylarini biron qildirsalar bo'ladi. O'sha aytganlaringni aytib o'tganlaridek Hoji akam to'lovlarda aeroportda qilsalaring ham bo'laverar ekan. Xudo xolasa bundan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.